O'sha davrda odamlar Lionel Messi, Luis Suarez va Neymar haqida gapirishardi. Lekin sizlarning uchligingiz Cristiano Ronaldo, siz va Karim Benzema, rostini aytsam bu hazilga o'xshardi. Ya'ni Ronaldo va Benzema bilan birga o'ynash qanday edi? Umuman olganda kiyinish xonasida hamma juda yaxshi chiqishardi. Hech qachon muammo bo'lmagan. Men Karim bilan juda yaxshi chiqishardim. U juda sokin edi. Ko'proq Rafael Varan bilan, fransuz yigitlari bilan yurardi. Albatta men va Cristiano qanotlarda o'ynardik. Ehtimol biroz ko'proq texnika va chiroyli o'yin biz tomonda edi. U esa hammasini bog'lab turadigan o'yinchi, hammasini birlashtiradigan. U markaziy hujumda o'ynardi. Hammasi juda yaxshi ishlardi. Men kelganimda esa go'yoki o'sha jamoaning so'nggi yetishmayotgan bo'lagi bo'ldim. Shunday qilib jamoada muvozanat paydo bo'ldi. Pozitsiyalar ham ideal joylashgan. Cristiano chapda, men o'ngda, Karim esa oldinda. U go'yoki yolg'on to'qqizlik, lekin ayni paytda haqiqiy markaziy hujumchi ham edi. Sizlar tabiiy ravishda yaxshi chiqishib ketdingizmi? Ko'p mashg'ulotlar yordam berdi, lekin rostini aytsam, ko'p taktik mashg'ulotlar qilmasdik. Masalan, Cristiano ko'p himoyaga qaytmaydi. Shuning uchun men biroz qurbonlik qilib, orqaga qaytishim kerak bo'lardi. Va shunchaki jamoa bo'lib buni o'zingiz tushunib moslashib ketasiz.